Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, aziz YouTube foydalanuvchilar. Inshaalloh Xudo xolasa bu obyektimizda yangilik etdik. Vodopad xizmatini ham qilib beryapmiz. Xudo xolasa shunda chiroyli deb vodopad xizmatini ko'rsatib beryapmiz. Hali bitmagan jarayoni Xudo xolasa bitkazib, sizlarga to'liq videolardan qo'yib boramiz. Kim yoqqan bo'lsa, yana ko'rib, Xudo xolasa zakaz qilaverasiz. Yana Hamid usta bilan birgalikda chiroyli deb Rossiya dizayner asosida chiqarib beryapmiz. Hamid usta tushuntirib beradi. Mana Xudo xolasa stenasidan bir qator gidroizolyatsiya bo'ldi. Yana bir 2-3 qator uramiz, чтобы жесткий нормальный bo'lishi uchun. Agar kim shunday ishlarimiz yaqqan bo'lsa, bemalol shu Aybek ustamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Chiroyli deb chiqarib beramiz. Hamid ustamizga kelib olsak, usta Rossiyada 20 yillik staji bor. Vodopad barbekü xizmatlarini qilib yurgan. Endi O'zbekistonda shunday ishlarni aytsak, Xudo xolasa bizlar bilan birgalikda bemalol Xudo xolasa Hamid ustamiz ham chiroyli deb barbekü Vodopad xizmatlarini ham chiqarib beradi do'stlar. Ekranda nomerlarimiz bo'ladi, bemalol aloqa qilasizlar. Sizlarning ham uylaringizda granit, mramor toshlardan chiroyli deb Vodopad barbekü xizmatlari, pol, so'qil xizmatlarini chiqarib beramiz do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videoga обязательно like bosib esdan chiqmasin. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlarga foydali, chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar do'stlar.